joy oldi-ku yurakdan, san'atkorlar kuylayvering qo'shiqlarni yurakdan. Aziz do'stlar, o'ynayvering to'y davrida yurakdan. Mana bugungi yubileyimiz aziz farzand, aziz bolajon Maqsadjonning ulug' ayyomlari bilan tabriklash uchun kelgan mehmonlarimizning olam orzulari bilan to'y davom ettirmoqchimiz. So'zlaydiganlar bor bo'lsa, ertaroq kelib xabar yetkazishlaringizni so'raymiz. Hozir esa mana shu Zarbchi Dayxon birlashigining ishkorlarining nomidan, Ayqurbon singlimizdan kollektiv nomidan so'zlarni eshitsak, tilaklarni marhamat. Ayqurbon keling. Dayxon birlashig ishkorlarining nomidan marhamat. Quvonchdan baxt tomon shoshadi yurak, to'yu tomoshalar tinchlikdan darak. Shodlikka to'ldiring baxt ostonasin, yashirmang ne bo'lsa ko'ngilda tilak. Do'sti yor birlashib bo'lsa bir bilak, ey mehmon azizsiz, o'rningiz bo'lak. Dunyoda eng katta yaxshilik nima? Bitta shirin so'zu, bir yaxshi tilak. Keling marhamat. Ayqurbon kollektiv nomidan bir chiroyli tilaklar qilib bering. Sağ olun, söz vereyim. Hurmatli şu to'yga kelgan aziz mehmonlar, mana shu to'yning esas sebepkari Maqsadjon. Mana biz shu kun Maqsadjonni yosh to'yi bilan qutlaymiz. Zarbchi Dayxon birlashigining adından hem de uzoq yosh, kelajakda davlatimize botir yigitlarning biri bo'lib yetishmaganini arzu ediyoruz. Sözümün ahirinde Zarbchi Dayxon birlashigi hem de Zarbchi kengashligining adından Tecicik bulmadık savadımız var, sonra kovuşturmana ruhsat edik. Söz veren için sağ olun. Mana bir kollektiv nomidan ilohiy orzularingiz, tilaklaringiz hammasi amalga oshsin. Sovg'alarni topshirdilar. Muborak bo'lsin to'ylar. Rahmat. Mana shunday orzular bilan yana ham davramizga Qo'yten davlatlarimizning Salg'it bo'limining ishxonalarining nomidan, hammasini kollektiv nomidan jamlab Muqaddam singlimiz tabriklaydi. Marhamat Muqaddam keling. Kollektiv nomidan hamma yaxshi tilaklarni jamlab Muqaddam singlimizdan eshitaylik. Farzandingga tortiqdir joning, nonga to'lsin oq dasturxoning. Pok niyat bilan qilgan mehnating, boshing to'ydan chiqmasin elim, ayollaring mehru vafoli, qur qizlaring ibo xayoli, to'ying o'tsin bir sho'x navoli, boshing to'ydan chiqmasin elim, qizi yo'qqa bir go'zal qiz ber, o'g'li yo'qqa qolguchi iz ber, ber tangrim ber, uzukka ko'z ber, boshing to'ydan chiqmasin ey elim deb orzular bilan to'y shodligini davom ettiramiz. Muqaddamxon, sizni kutyapmiz. Marhamat. Yaşlı yubiley toyuna kallik edip aslından kutlayalım. Can sağ olsun, ömrü uzak. Kalın barıyla şunu tapşırmadan. Kollektiv nomidan sovg'alarni topshiradilar. Marhamat, chiroyli muzikalar bilan. Bachalar hammalar ayrilinglar shundan, bachalar. Yosh bolalar qani? Chetga ayringlar, shunday ayrilib. Ayring, hammasini ayringlar, bolalar o'rtaga chiqib ketyapti. Shunda turkab turganlar ham o'tiringizlar, joylashib bir to'y egalari o'rtaga taklif qilgan paytda bir marhamat, joylashingizlar bir yaxshigina. Bolalarni ham ayraylik shu yerdan. Chetga, bu yoqqa chiqinglar.
Mana yana ham to'y shodligimiz davom etadi. Hozir tabrik uchun so'z navbatini Maqsadjonning oyijonisi Zarinaxonning tog'alari nomidan Shamsiddin tog'alari tabriklaydi. Marhamat. Rinajonning qarindoshlaridan Xadicha yangasi tabriklaydi. Kelingizlar. Marhamat. Sizlarga ham assalomu alaykum jahon yaqin mehmonlar. Mana bugun ashxon jiyanchamizlarni, kuyovimiz, kuyovlarning farzandlarining bir yoshda ekan. Shu yoshlarga uzoq umr tilayman va jiyancha ham elga kerakli yigit bo'lsin-da, avraydi. Va so'zimning oxirida Boyvur tog'asining oilasi nomidan tayyorlangan sovg'amni shuni topshirish to'g'risida. To'y egalari jiyan, kuyovlar topshirishni taklif qilaman. Rahmat, marhamat. To'y egalarini o'rtaga taklif qilaylik. Ungacha yangasidan ham tabrik so'zini eshitaylik. Mana bu akşam kaynim Rinat hamda og'isining Zarina o'g'illar Chaqchigina Maqsadjonning 1 yosh tug'ilgan kuni ekan. Men bularga uzoq umr, berk jon sog'lik, ishinde ustunlik, turmushida bag'it arzu etyapman. Hamda so'zimning oxirida ammalari hamda akalari nomidan tayyorlangan kichik pazargamda qo'shilmanlar ruxsat eding. So'z beringiz uchun sog' bo'ling. Sog' bo'lingizlar. Marhamat, tog'alar nomidan sening yangasi Ovsijonlar nomidan sovg'alarni qabul qilingizlar. Marhamat. Ana Maqsadjonga bitta osh, bitta toy sovg'a bo'ldi. Mana shuni mazza qilib aylanib yuradi endi. Ortiga mindirib qo'yingizlar qani? Mana aylanaversa bemalol. Mehmonlarni kutib olib yuradi o'zi endi. Open Gangnam Style. Qutlug' bo'lsin. Nasib etsin. Mana shu mehmonlar nomidan Botir boshlig'idan qutlug' so'zlarni eshitaylik. Marhamat. Keling qani. Do'st bilan obod uying. Gar bo'lsa ul vayrona ham. Do'st qadam qo'ymas ekan vayronadir koshona ham. Bugun to'sharligimizda oila oqshom fotoapparat studiyasi ham xizmatda. Mana shu bolajonlarni tushirib, chiroyli qilib ishlayverasizlar. Marhamat. Maqsadjonlar o'zimizga qilsin, Rinatlarning olsin. Yaxshisa, yaxshi kunga qatnashib, ilayga yigitlar bo'lsin. Kollektiv nomidan kichkina tadbirkorlar shu. Rahmat. Marhamat sovg'alarni topshiradilar. Laboratoriya ishlarlaridan Sho'xla singlimiz tayinlik ko'rsin. Sho'xla, marhamat. Sho'xlaxon kelin qani. Laboratoriya ishlarlari nomidan Zarinaning kollektivining nomidan Muqaddas ammajonisini ham taklif qilamiz Zarinaning. Marhamat. Kelingizlar. Ey sabo kel gulshanimga, sayri gulzor etqali, gul tarat har yon tarannum, shodlikni takror etqali. Marhamat, keling. Assalomu alaykum mehmonlar. Zarina, kuyovimiz bilan nasib bo'lsa, bir o'g'limiz 10 ta o'g'il bo'lsin, 10 ta qiz bo'lsin, nasib bo'lsa qo'sha-qo'sha farzandlarimiz bo'lsin. Baxtli bo'linglar. Tug'ilgan kuni bilan qutlayman. Rahmat. Keling. Ishkarlar nomidan bir gullar tabriklaymiz qani. Zarina, Rinat'a desip bo'lsa o'g'limiz o'zini ta'lim adamlarning biri bo'lsin. Yüreğinde beslenme arzularına yetsin. Yetil özünüz yağlaq, devletli adamların biri olsun. Aytganlaringiz kelsin. Marhamat, kollektiv nomidan sovg'alar bor ekanlar. Mana ammajonlarning, kollektiv Zarinaning, laboratoriya ishqorlarining tilaklari, orzulari. Marhamat. Yaxshi farzand nur keltirur uyiga, bola o'sib bo'y qo'shadi bo'yiga. Aziz do'stlar,
sizni taklif etganlar Maqsadjonning 1 yoshlik yubiley to'yiga xush kelibsizlar azizlar. Mana shu Maqsadning lishni o'zining nomidan bitta iltimos kelib qovuşdi. Mehmonlarimiz hammasi menga atalgan tortdan tatib ketishlari kerak. Menga tortni kestirasizlar deb Maqsaddan xabar kelib qoldi. Kelinglar yaxshisi, mana shu Maqsadning aytganlarini qilaylik-da, tortlarni kestiraylik. Otasi, onasi Maqsad tortning oldiga marhamat. Bolajonlar uzoqroq turasizlar, xo'pmi? Onalar uzoqroq turasizlar, hammalaring. Shaxsiyatlarda Bolalar chetrafda. Hamma mehmonlar ko'radigan bo'lsinlar. Hayron bo'lamiz, shu qo'rqinch qolmaydi. Hadi, qaramash chiqimizlar. Baştan bekleyin. Mana hozir Maqsadbek O'yiningizda bir ota-onasi bilan birga shirinliklarni qo'yishga boshlaydi. 1, 2, 3 boshladik. Muzikalar bilan. Qo'ygan navolarlar.
oynamakçısınız. Merhaba.